Qira qolaylik. Demak, davramizda o'zini otashin kuylari bilan xalqimizning ko'nglida munosib joy egallagan ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist To'lqin Jabborov. Omon-amon sahnasiga taklif etamiz. Marhamat. Mecbur yüreğime senden geçemem desem özümden eda bağlanıp günden gün şu gözlerine seni sevgenim canım oldu mu hata bağlanıp günden gün şu gözlerine seni sevgenim canım oldu mu hata kaşları kara derdime dava Neşetin seni sevsem, neşetin sevsem Neşetin gözlerinde dünyanı görsem Hayalda yaşaysam, yürekte yaşaysam Neşetin bir seni görgende gülsem Neşetin seni sevsem, neşetin sevsem Neşetin gözlerinde dünyanı görsem Hayalda yaşaysan, yürekte yaşaysan Neşetin bir seni görgende gülsem terk etiş bu canlı terk etiş Oylasam göya ki yetmeyecek hava Yazdıtım şu məni sağınış seviş Məni gözlerinden eyleme cüda Seni terk etiş bu canlı terk etiş Oylasam göya ki yetmeyecek hava Yazdıtım şu məni sağınış seviş Məni gözlerinden eyleme cüda Kaşları kara, derde berdava Neşetin seni sevsem, neşetin sevsem Neşetin gözlerinde dünyanı görsem Hayalda yaşaysam, yürekte yaşaysam Neşetin bir seni görgende gülsem Neşetin seni sevsem, neşetin sevsem Neşetin gözlerinde dünyanı görsem Hayalda yaşaysan, yürekte yaşaysan Neşetin bir seni görgende gülsem Neşetin seni sevsem, neşetin sevsem Neşetin gözlerinde dünyanı görsem Hayalda yaşaysam, yürekte yaşaysam Neşetin bir seni görgende gülsem Neşetin seni sevsem, neşetin sevsem Neşetin gözlerinde dünyanı görsem Hayalda yaşaysan, yürekte yaşaysan Neşetin bir seni görgende gülsem Ya qoyil. Assalomu alaykum. To'lqin aka, yaxshimisiz? Rahmat. Bizni nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda tomosha qilishadi, mazza qilib. Hozir ham keling, marhamat. Keling. Jonli efirimizni Amerikada Shavkat akamiz tomosha qilayotgan ekanlar. Hozir bizga xabar qilib yozdilar. Shavkat aka hozir elektr gitara chalingan joyi bor-ku, o'sha siz uchun aka, o'sha amerikaliklarga mos. Aka o'tiring, keling. Keling, marhamat. Endi xafa bo'lmaysiz, To'lqin aka. Azgincha shu Xorazmni shevasini tushunmayman. O'zi nechating nima degani? Nishating. Neshatiymi? Neshating degani nima qilay degani. Ha, nima qilay? Nima qilay men seni sevsam. Nima qilay ko'zlaringda dunyoni ko'rsam degani. Ha, shuni menga aytyapsiz o'ylayman. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz. Omon-amon ko'rsatuvni
ashaddiy muxlislari, Sizni kuzatuvchilari, muxlislaringiz ko'rishyapti. bizani muxlislarimiz mana muborak oyda bir ajoyib kunlarda diydor ko'rishib turganimizdan, g'oyibona diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Sog' salomat bo'lgan iloyim kelganingiz uchun rahmat. ro'zadorlar uchun chiroyli sabr bersin. Iloyim ajrini Allohning o'zidan ortig'i bilan bersin deb qolamiz. Qolaversa endi haligi savol bo'yicha Xorazmda nishatin degan so'z bor. Nishatin ya'ni bu nima qilay degan ma'noda. Nishatin seni sevsam, nima qilay seni sevsam. Nishatin ko'zlaringda dunyoni ko'rsam deyapti. Shunaqa nishatin bir faqat seni ko'rganimda kulsam nima qilay deyapti-da. Juda qattiq sevib qolgan ekanda shoir. Shunaqa. Xorazmda bir Alloh rahmat qilsin, Saxiy Ahmad degan shoir bor edi. Juda ustozlarimiz ko'p ashulalar, ko'p so'zlarini ijro qilganlar. Juda yaxshi shoir edilar. Endi Alloh rahmat qilsin. Shu kishi ham Nishisan degan radifli so'z yozgan. Bu so'zni rahmatli mana ustozim Rahmatjon Qurbonov ham kuylab o'tgan, ko'pchilik biladi. Shuni bir chiroyli xatarni aytib bermoqchiman-da. Hammamiz Xudoga qul. Hammamiz Xudoga qul. Har bir ishga qodir ul. Cho'ntakda bo'lmasa pul, do'kon yonida nishiysan dedi. Ya'ni cho'ntagingda pul bo'lmasa, do'konni oldida nima qilasan? Bozorni oldida nima qilasan? Degan ma'noda nishiysan degan so'z bor-da Xorazmda. Bu nishatin shu sinonim so'zlarda bular. Sinonim so'zlar. Nima qilay, nima qilasan degan ma'noda keladigan so'zlar. Xorazmda o'zini juda shirin shevasi bor. Respublikamizning har bir o'sha hududini o'ziga xos shevasi bor albatta.